BYD akalar, bu videoni o'tkazib olmay, videoga bitta like bosing, siz uchun soyabonni prям qitmirini olib kelib qo'ydim. Okay, bitta tomosha qiling. Ko'rasizmi? Sifatli prosta to'da. Undan tashqari bitta narsa aytishim kerak. Okay, bu arzonchi print joylarda yopishtirilgan emas. Prям o'zini fabrikasidan xuddi shunaqa materialda ishlab chiqarilgan BYD uchun, именно siz uchun degani bu. Hamdasa bahor yozda yomg'irlarimiz baribir yengil. Karbonometr ishlangan, shuni hisobiga soyabon ancha-muncha yengil bo'ladi. Qo'liga ushlaydiganlar ham kubka qilingani uchun qo'lingiz uncha-muncha terlab ketib, g'ashingizga keltirmaydi. Ancha-muncha qulay va yengil. Ichi spitsasi 8 ta. Bu degani yanada sizga yengillik qilib beradi. Xo'p, yengilani loyli yomg'irli yog'ib qoladi-yu, o'sha paytlar ham siz ishlatishingiz uchun vobshe qulay. Hamdasa mashinangizga boru, chempionning oldida vobshe idealni turib beradi. Videoga qarang, o'zi yozilishi boru, prям etib turibdi. Aytolmasidek, arzonchi printlarda yopishtirilmagan. Xitoydan pryamoy shu mashina uchun ishlab chiqarilgan ancha-muncha BYD xaridorlarga idealni variant. Xo'p, okay, agarda sizda BYD bo'lgan bo'lsa, qanaqa mashina sizga kerak? Siz kommentariyada yozib qoldiring. Agar Mercedes yozsangiz, siz uchun nemis oldiga borib kelib yozdirib kelaman olasizlar. Videoga like bosib, zakaz qilishingiz chiqmasa.